Isajon Sulton. Ma'suma. 26-bob. Teatr jamoasi repertuarini tiklab olish uchun jonini jabborga berib urinadi. Komil Yashin boy ila Batrakning nomini boy ila xizmatchi deb o'zgartirib, qaytadan yozadi. Jamoadagilar maslahatlashib, nima bo'lganida ham asar muallifi Hamzaxon-ku, ostiga Komil Yashin tahriri ostida deb yozib qo'ya qolamiz, degan qarorga kelishadi. Ishning qizig'i Hamletga kelib taqaladi. Aziz Sobirov uni yangitdan tarjima qilishni adib Mirzakalon Ismoiliydan iltimos qilgan ekan. Mirzakalon Ismoiliy Cho'lpondan orttirib tarjima qilishning imkoni yo'q deb javob beribdi. Chor-nachor yalinib yolvorib Hamletni Mirzakalon Ismoiliy tarjimasi deb sahnaga chiqarishga ko'ndirishadi. Ko'ngilchan adib ikkilana rozilik beradi-yu, hammaga men qalam ham tekkizganim yo'q, Cho'lponga qalam tekkizib bo'larkanmi deb so'zlayvergani uchun 1-2 marta alohida joyga chaqirilib, unday demaslik kerakligini uqtirib qo'yishgach, shu bilan adibning uni o'chadi. Repertuardagi shoh asarni shu tariqa qutqarib qolishadi. Jamoa asta-sekin o'ziga kela boshlaydi. Bir kuni Ma'suma teatrga kirib borsa, kishilarda boshqacha bir ko'tarinkilik hukmron. Hamma xursand, a'lo kayfiyatda. Ishchanlik va shijoat bilan ko'zlari chaqnab, bir nimalarni muhokama qilishmoqda. "Nima gap? Tinchlikmi?" deb so'raydi u og'adan. "Ajoyib ishlar bo'lyapti. Hozir o'zing ham eshitasan", deydi og'a qo'llarini bir-biriga ishqab. So'ng hammani baland ovozda majlisga chorlaydi. Xodimlar birin-ketin ichkariga kirishadi. Og'a boshqalar qatori pastga o'tiradi. Rejissyor Lazigin minbarga ko'tariladi-da, "Sizlarga bir xushxabarimiz bor", deydi ko'tarinki ruhda. Mannon Majidov bilan anchadan buyon teatrimizda buyuk dramaturg Shekspirning Otello pyesasini qo'shishga harakat qilib kelar edik. Shu kunlardan poytaxtdan javob keldi. Uni sahnalashtirishga ruxsat berildi. Bildirilgan ishonch uchun hukumatimizga minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizni chin ko'ngildan tabriklayman. Jamoa qarsak chalib yuboradi. Haqiqatan ham dunyodagi barcha pyesalarning eng mashhuri, butun olam teatrlari sahnalashtirishni orzulaydigan shoh asar Otelloni sahnaga olib chiqish uchun og'a jonini jabborga berib harakat qilgan, ammo Moskva bunga ruxsat bermagan edi. Yevropa zodagonlari hayotidan hikoya qiluvchi bu asar nima uchun Moskvada bemalol sahnaga qo'yiladi-yu, Toshkentda mumkin emas? Biron kishi javob bera olmas. Javob tugul, savol beruvchining o'zi yo'q edi. Tartibga ko'ra, nafaqat bu pyesa, balki barcha spektakllar Moskvada tasdiqlanishi shart edi. "Siz tarjimon bilan boshlagan ishingizni davom ettiring. Menimcha, 1 oyda bitirsangiz kerak. Yarmidan ko'pi bitgan, undan ham tez tamomlaymiz", deb javob beradi og'a. 1 yilcha avval og'a shoir G'afur G'ulom bilan Otello tarjimasiga kirishgan, biroq ruxsat berilmaganligi sababli bu ish to'xtab qolgan edi. Mannon Uyg'ur majlisdan so'ng shosha-pisha shoir yashaydigan mahallaga jo'naydi. Ish qizib ketadi. Og'a tuni bilan o'girilgan sahifalarni olib kelib, aktyorlarga tarqatadi. So'zlarni ularning harakatiga va talaffuziga mos tushirish uchun kuyib pishadi. Teatrda esa rollar taqsimlanmoqda. Otelloni Abror Hidoyatov o'ynashi kerak. Desdemona roliga Sora Eshon-To'rayeva tayinlangan. Ma'sumaga esa yana rol yo'q. Hech qaysida, birinchi darajali rollarda ham, ikkinchisida ham, sahnada lip etib o'tib ketadigan oddiy personajlar orasida ham yo'q. Ma'suma bir nima deyishga botina olmaydi. Endi menga rol berilmasa kerak deb o'ylaydi. Har kuni repetitsiyalar, muhokamalar, og'aning baland, jarangdor ovozi, tanbih va koyishlari, uzun ko'ylaklarni hilpiratib yurgan aktrisalar, o'rta asr Yevropasiga xos kiyinib olgan aktyorlar. Xayolga qaznoqda yoqib yuborilgan she'r keladi.
kulgan boshqalardir, yig'lagan menman. Yo tavba, buni qanday qilib unutsa bo'ladi? Unutishning yo'li bormi? Boshini chayqab, go'yo u misrani xayolidan quvishga urinadi. Boshqa narsalarni ovoz chiqarib o'qiydi. Misra chekingandek bo'ladi. So'ng oradan allaqancha vaqt o'tib, kutilmaganda, hech bir sababsiz ong ostidan xuddi o'lim bilmas askar kabi yana chiqib keladi. Kulgan boshqalardir, yig'lagan menman. Shunday kunlardan birida yana Otello muhokamasi bo'lar ekan. Aziz Sobirov do'rillagan ovoz bilan: "Hurmatli o'rtoqlar, axir sahimizda yorqin iste'dodli yana bir aktrisa bor. Shu kishiga ham bir rol bersak nima deysizlar?" deb so'raydi. Hamma jim bo'lib qoladi. Miskevich birdaniga hurpayadi. "Xalq dushmanining oilasiga-ya? Ma'suma Qoriyevaga imkoniyat beraylik. To'g'ri, asosiy rollardan berilmasa ham, kichikroqlarda qatnashib tursa, axir uning keskin rollarda ham, ta'sirli rollarda ham qobiliyati zo'r." Hech kutilmaganda jamoa chuvvoz solib, Ma'sumaga rol berilishi to'g'ri bo'lishini ayta boshlaydi. Juvon qo'rqib ketadi. Hozir Miskevich uning tarafini olayotganlarni ham ayblab qolsa-ya. Hamkasblariga javdirab qarab: "Yo'q, men shunday ham yuraveraman", deydi. "Nikolay Vladimirovich, ruxsat bersangiz, ikki og'iz so'zlasam", deydi shu mahali og'a, Ladiginga murojaat qilib. "Siz Meyerxold teatr studiyasida tahsil olgan, ko'plab tomoshalarni sahnalashtirgan va yosh iste'dodlarni tarbiyalagan mashhur rejissyorsiz. Ma'suma Qoriyeva teatrimizning qobiliyatli aktrisalaridan. Hayoti yoshligidan beri teatr bilan bog'langan. Darhaqiqat, Aziz Sobirovning taklifini inobatga olib, Ma'sumaga kichikroq, ikkinchi darajali biron bir qiyofani bersak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun, Emiliya roliga ikkinchi ijrochi qilib Maryam Yoqubovani, uchinchi qilib Ma'sumani tayinlasak nima deysizlar?" Ladigin o'ylanib qoladi. Jamoa birin-ketin so'z olib, Ma'sumani qo'llayvergach, qo'llarini ikki yonga yoyib: "Majlisni protokollashtirib, bir nusxasini menga beringlar. Men yuqorida buni hal qilishga urinib ko'raman. Balki uchinchi ijrochi etib tasdiqlarmiz", deydi birdan o'zgarib. Hamma yengil tortadi. Ma'sumaning ko'zlaridan sevinch yoshlari to'kiladi. Hozir iloji bo'lsa, shu kishilarning oyog'iga yiqilishga ham tayyor sezadi o'zini. Axir unga rol berildi. Tushkunlik chohi o'zining o'limchil domiga tortib ketayotgani mahal yordam qo'lini cho'zishdi. Axir teatr uning uchun hayotning o'zi-ku. Kichkina jussali, qotima bu xotin roldagi so'zlarni bir pasda yodlab oladi. So'ng Emiliyani o'zicha tasavvur qilib ko'radi. Tomoshada uning so'zlari ko'p emas, 3-4 joyda ko'rinish berib, 1-2 og'iz gapiradi xolos. U ichqora, hasadgo'y Yagoning xotini, ammo Yagodan farq qilib soddadil, oqko'ngil xotin. Otelloga tayyorgarlik Hamletdan ham oshib tushadi. Go'yo dilni xira qiladigan og'ir ishlar ro'y bermagandek, hamma o'z ishini shoyon mehr-muhabbat bilan ado etishga urinadi. Nihoyat, erta bahor kunlaridan birida Otelloning premyerasi e'lon qilinadi. Teatrning tomosha zali odamlar bilan to'lgan. Zal olomon shovuri va kishilar nafasidan isib ketadi. Otello boshlanadi. Sahna yelkalariga paxta qobiq yoyilib, atay keng yelkali Bahodir qiyofasiga kirgan. Qop-qora arab, Abror Hidoyatovning betakror ovozi, bemisl mahorati, u ovozda mavj urgan his-tuyg'ular bilan to'ladi. Bir mahal sahnaga kichik jussali, oq yuzli, shahlo ko'zli bir xonim chiqib kelganida, tomoshabinlar o'zlari suygan Ma'sumani tanib, qarsak chalib yuboradilar. Ma'sumaning tiniq, jarangdor ovozi hamma yoqni to'ldirib yangraydi. "Mana, meni ossalar ham rozi bo'laman. Qandaydir bir iflos, makkor, suyanchiq, past qo'l.
darajami, martabami topishlik uchun bunday irkanch bo'xtonlarni o'ylab chiqargan. Tutib beray, mana meni ossinlar. Bu Emiliyaning so'zlari, ammo aslida Ma'sumaning yuragidagi dardlar ekanini birov sezmaydi. Xitoblar uning taqdiriga shunchalar moski, juvon o'z boshiga tushgan ko'rgiliklarga qarshi isyon va shikoyat bilan bor qalb kuchini berib Emiliya rolini ijro etadi. Yago qiyofasidagi yetim Bobojonov unga o'shqiradi. Jim bo'l! Ma'suma boshini tik ko'taradi. Sahnaga yuzlanib, barchaga qarata xitob qiladi. Jim bo'lmayman. Bari sirtga tepib ketmoqda. Shamol kabi so'z aytishda saxiy bo'laman. Mayli, meni osmon, shayton, butun odamlar uyaltirsin, to'xtamayman, so'zlay beraman. Desdemona rolidagi Sora Eshon-To'rayeva yotoq ustida holsiz, ko'zlarini yumib yotadi. Emiliya endi unga murojaat qiladi. Nozaninim, qaysi qo'shiq senga yoqardi? Tinglaysanmi, azizjonim? Desdemona. Oqqush bo'lib o'ynaymanmi? So'ng qo'shiq aytib, bu dunyodan bir umrga ko'zni yumaman. Majnuntolning qo'shig'ini kuylaymiz. Toza edi, sevar edi, marhamatsiz Mavr. Iymon bilan barisiga qasam ichaman. Bu gaplar haq. Mana, o'laman. Yuldiroz qarsaklar zalni titratib yuboradi. Ma'suma o'z ruhiyati bir hissiyot oqimiga aylanib, kishilarning yurak-yuragiga kirib borayotganini his qiladi. Sahnadagi bu yoniq so'zlar, bu ziyo uni ham, boshqalarni ham bir qadar yuksakka ko'targandek, odamiylikning, dunyoda inson bo'lib yashashning tamallarini so'zlagandek bo'ladi. Oq libosida o'zini bir nur tolimiga aylangandek, to'g'rilik, halollik, vafo va sadoqat yog'dusini taratayotgandek his qiladi. Yigirma 27-bob. Yoz keladi. Odamlar binolar ostida, radiokarnaylar tagida to'p-to'p bo'lib turishadi. Diqqat, diqqat! Muhim hukumat xabarini e'lon qilamiz. Bugun ertalab soat 4 da Germaniya qurolli kuchlari hech qanday ogohlantirishsiz Sovet ittifoqi chegaralariga hujum qildi. Sovet xalqining nemis fashist bosqinchilarga qarshi ulug' vatan urushi boshlandi. Shum xabar har yarim soatda qayta takrorlanaveradi. Minglab chaqirim masofaga cho'zilgan chegaralarda qurollangan millionlab kishilar, tanklar, to'plar, harbiy olovlarda, samoda uchoqlar bilan tinchgina umr kechirayotgan kishilar ustiga o'lim o'qlarini yog'dirilayotganini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik kichik bir joyda urush boshlanibdi, bir necha kun ichida bartaraf bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Tavba, urush boshlansa-yu, tevarakda hech nima o'zgarmasa. O'sha qizg'in quyosh, adashib kelib qolgan oq bulutlar, ko'chada qaygadir muttasil shoshadigan olomon, savdo-sotiq shovqinidagi bozorlar, qo'ng'irog'ini jiringlatib o'tgan tramvay, gurullagan avtomobillar. Yo'q, o'zgaribdi. Ulovlar shoshqin o'tadilar. Davlat odamlarida tahlika seziladi. Teatrdagilar nima qilishini bilmay hayron. Tomoshalar qoldiriladigan bo'libdimi? Shu kuni hukumatdan kelgan bir vakil bilan majlis bo'lib o'tadi. Hukumat vakili tomoshalar qoldirilmasligini, g'alaba Sovetlar ittifoqi tomonida ekanini, fashist bosqinchilari tez orada tor-mor qilinishini aytadi. Bu so'zlarga barcha chip-pachin ishonadi. Yana kech kiradi. Huvillab qolgan hovliga yana qorong'ilik cho'madi. Bugun Botirxon bilan Shavkatxon ertaroq kelishgan. Nega bizning ismimizning oxiriga xon qo'shilgan? deb so'raydi Shavkatxon. Ma'suma qay til bilan bobongizning sulolasi qadimiy bo'lgani uchun unutilib ketmasin deb shunday qilganlar desin. O'g'lining savolidan hadiksirab, bilmasam deydi. Shu xon deganni olib tashlasak bo'lmaydimi?
Onajon, sizga bir gapimiz bor, deydi Botirxon. Xo'p desangiz aytaylik. Nima gap ekan? Deydi Ma'suma xavotir ila. Ikki o'g'lon kelib, biri chapdan, biri o'ngdan onasining bag'riga kirishadi. Hukumat mahfuzlarga, bizga o'xshab qoralanganlarga afv e'lon qilibdi, deydi to'ng'ichi. Kimki o'z ixtiyori bilan urushga borib qahramonlik ko'rsatsa, nomi oqlanar emish. Shu sababli biz ikkovimiz frontga jo'nashga ahd qildik. Ma'suma boshiga tog' ag'anagandek gangib qoladi. So'ng ich-ichidan bir faryod ko'tarilib keladi. Qanday qilib? Deb shivirlaydi u majolsiz, rangi bo'zday oqarib. Qanday qilib sizlarni u yoqqa yuboraman? Qalbining tub-tubida shunday ulkan to'fon qo'zg'aladiki, uni to'xtatishga majoli yetmaydi. U to'fon xuddi girdob kabi voqea hodisalarni o'z ichiga olib aylanadi. Quvvati zo'rligidan vujudni zir qaqshatib, titratib yuboradi. Oila boshiga kelgan ko'rgiliklar, parishon ro'zg'or, odamlarning yakkalashlari va mazaxlari, ishdagi ko'ngilsizliklar ustiga ko'zining oq u qorasi, farzandlarining bu gapi o'sha to'fonga qo'shilib, tashqariga otilib chiqadi. Voy dod! Deb yuboradi Ma'suma, qo'llari bilan o'zini mushtlab. Ey Xudoyim, oxiri bormi bu musibatlarni? Qanday qilib o'z qo'lim bilan bolalarimni urushga yo'llayman axir? Farzandlari uni quchoqlab tasalli so'zlarni aytib yupatishga urinishadi. Nihoyat u ho'ng-ho'ng yig'lagancha ikkovini ham birday bag'riga olib, yuzlariga yuzini bosadi. Islaringizdan o'rgilay bolajonlarim, o'lsa o'lib ketsin shu onangiz, deydi. Ancha payt o'pkasini bosa olmay o'tiradi. Nihoyat o'zini bir amallab qo'lga oladi. Taqdir boshimizga bunday kunlarni solishiga sira aqlim yetmaydi, deydi. Otangiz, bobongiz xato qilishdi desam, ular unday odam emas edilar. Tuhmat chaqu bilan bo'ldimi desam, bunday qilish kimga foyda ekanini bila olmayman. Bir noto'g'ri ish qog'ozga tushib qoldimi desam, yana aqlim yetmaydi. Endi biron yaqinimiz yo'q, bu dunyoda uchovlon qolib ketdik, deydi. Bolalarining yoshlik tarovati balqqan yuzlariga termilib, qalin sochlarini silaydi. Novdaday ikki navnihol vujud ona bag'riga bo'taloqday suykanishadi. Ha, nomimizni oqlab olishimizning bundan boshqa yo'li yo'q. To'g'ri aytdingiz, deydi Ma'suma. Nimayam derdim, ish qilib Xudoyimning o'zi sizlarni panohida asrasin. Qaytib kelganingizdan so'ng hech kim bizni xalq dushmani deya olmasin. El orasida ko'ksimizni kerib yuraylik. Oyijon, urush boshlanganidayoq Shavkatxon bilan shuni o'ylagan edik, lekin sizga qanday qilib aytsak ekan deb ikkilanarlik, deydi Botirxon. Unuting endi kechagi kunlarni. O'tmish endi yo'q. Shoyat bir kun mo'jiza ro'y bersa-yu, hamma qatori yashasak. O'zim o'rgilay bolajonlarimdan. Ma'suma yana yig'lab yuboradi. Meni malomat qilmanglar bolalarim, haqiqatan ham bundan boshqa choramiz yo'q. Bo'lmasa, onangiz bo'la turib sizni u qirg'in barodga qanday qilib jo'natardim. Yig'isini bir amallab bosib, yutinib, buni yana gaplashamiz. Hozircha borib yotinglar, degach, bolalar uning yonog'idan bir-bir o'pib, yotoq bo'lmasiga kirib ketishadi. Ma'suma uxlay olmaydi. So'rida havolab ketgan oyga qarab tek o'tiraveradi. O'shanda tutilgan senmiding, deydi. Nega tutilganingni o'zing bilarmiding? Sen har holda samodagi oddiy tosh emasdirsan. Men singari izillab yig'layotgan minglab chorasiz onalarga guvohdirsan. Ertasiga bolalari bilan yangi shaharning Zelyonaga ko'chasidagi harbiy komissariyatiga boradi. U yerda odam ko'p, qiy-chuv bo'lib yotibdi.
Bir harbiy kishi hovliga ochiq joyga kursi qo'yib o'tirib, chaqiriq qog'ozi bilan kelganlarni xatga olyapti. Navbat Ma'sumaga kelganida, "Chaqiruv qog'ozingiz qani?" deb so'raydi harbiy. "Chaqiruv qog'ozi yo'q. O'g'illarim o'z xohishi bilan frontga bormoqchi", deydi Ma'suma. "Qani ular?" "Mana shu yerda." Harbiy bolalarning ismi sharifini yozib oladi. O'rnidan turib, "Ofarin, bizga mana shunday onalar, mana shunday bolalar kerak", deydi baland ovozda. Atrofdagilardan kimdir hayrat bilan, kimlardir tentakka qaraganday qarashadi. "Haqiqiy vatan onasi", deydi harbiy. "Shunday onalarga shon-sharaflar bo'lsin. Sizlarning manzilingizni, ism-sharifingizni yozib oldim. Hozircha uyingizga boravering, tez orada chaqiramiz." Ma'suma bolalarini yetaklab uyiga qaytadi. Oradan 2 kun o'tadi. 2 kundan so'ng harbiy komissariyatdan chaqiruv qog'ozi keladi. Kichkina sariq qog'ozchaga "Aniqlashtirish uchun" deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ma'sumaning yuragi shuv etadi. Aniqlashtirish uchun degani nimasi? Harbiylar albatta Ma'sumaning o'tmishini tekshirib ko'rishgan, ammo o'tmish yonib ketmaganmidi? Kul orasidan yana chiqib kelsa, nomini oqlab olish uchun o'ylab topgan yagona yo'lini yana buzib yuborsa-chi? Hadik xavotir bilan bolalarini yoniga olib, aytilgan joyga yetib boradi. Yana o'sha nastarinlar bo'y cho'zgan Zelyonoye ko'chasi. Kulrang bir qavatli imorat. Bu gal tashqarida harbiylardan hech kim yo'q. Ma'suma bino ichkarisiga kiradi. Uzun yo'lakda 20 tacha odam kimnidir kutib turishibdi. Qo'riqchi askarga chaqiruv qog'ozini ko'rsatadi. Askar unga chapdan 2-chi xonaga kirishini aytadi. Aytilgan xonada o'sha kungi harbiy bor ekan. Bu gal u Ma'sumani sovuq kutib oladi. Salomlashgisi ham kelmaydi. "Qaynokangiz Boyisxon Qoriyev 1930-yilda, qaynotangiz Abduvahidxon Qoriyev va turmush o'rtog'ingiz Bosixon Qoriyev 1938-yilda qamoqqa olingan ekanlar", deydi u. Xo'sh, Bosixon Qoriyev 1937-yilda oliy jazoga hukm qilingan. Abduvahidxon Qoriyev 1938-yilda qamoqda vafot etgan. Boyisxon Qoriyev Sibirga surgun qilingan. Ma'sumaning ongini zulmat qoplab olgandek bo'ladi. "Xalq dushmanlarining farzandlarini haqiqiy harbiy xizmatga ola olmaymiz", deydi harbiy. "Lekin sizlarga bir imkoniyat beramiz. Uning qadriga yeting. O'g'illaringizni faqatgina jazo bataloniga olishimiz mumkin." Jazo? Ma'sumaning nafasi ichiga tushib ketadi. Bular norasida-ku, nimaga ularga jazo berilar ekan? Harbiy Ma'sumaning tushunmasligidan g'ash keladi. Jazo bataloni ham boshqalarga o'xshagan oddiy batalon, faqat unga avval qamalganlar, sizning eringizga o'xshagan xalq dushmanlari, jinoyatchilar olinadi. Albatta hukumat bu bilan mehribon va g'amxo'rligini ko'rsatib, ularga o'zlarining nomlarini oqlab olishlari uchun imkoniyat beradi. Mabodo janglarda halok bo'lishsa, ismlari shon-sharaf taxtasiga yoziladi. Tirik qolishsa, bo'ynidagi tavqi la'nat olib tashlanadi. Qarang, sizning maqsadlaringizga ayni mos. "Batalon deganingiz nimasi?" deb so'raydi Ma'suma. 500 tacha askarni jamlagan bir bo'luk. Istamagina javob beradi va Ma'sumaning oldiga 2 varaq qog'oz qo'yadi. "Mana bu yerga farzandlarimni o'z xohishim bilan nemis fashist bosqinchilarga qarshi urushga jo'natmoqchiman deb yozib, imzo qo'ying." Ma'suma uning aytganini qiladi. "Boravering, xabar beramiz", deydi harbiy qog'ozlarni olib, ortiq unga e'tibor bermay. Ma'suma ko'chaga chiqib, ariqcha bo'yidagi nastarin tagiga o'tirib oladi. 2 musicha nastarin shoxida ko'kovlaydi. Ma'sumadan hurkib, qanotlarini tapirlatib uchib ketishadi. Tog'lar tomondan qora bulutlar bostirib kelayotganini ko'radi Ma'suma. Biroq uning qalbidagi bulutlar yanada qora, yanada og'ir. Arang bo'ysunayotgan oyoqlarini sudrab bosib, aql o'xishi har yon tentirab,
uyiga qaytadi. Bir hafta o'tgach, harbiy komissariyatdan chaqiruv qog'ozi keladi. Bu gal unga poyiz vokzaliga safar xaltasi bilan kelish ta'kidlangan edi. Ma'suma o'lmas kelinoyinikiga chiqib, mayiz turshak so'rab oladi. Sora egachidan non patir so'raydi. Sora egachining dardi o'zi bilan ekan. Bilolga ham urushga chaqiruv qog'ozi kelibdi. Lekin Bilol qochib ketibdi. Harbiylar uni izlashayotgan emish. Sho'rlik ona, nima qilsam ekan deb zir qaqshab o'tirgan ekan. Senikilarni ham chaqirdimi? So'raydi Sora egachi. Bir necha patirni Ma'sumaga tutqazar ekan. Voy, Bilolimni tutib olishsa nima bo'ladi? Uni qamab qo'ysa men nima qilaman? Ma'suma frontga borishdan bo'yin tovlab qochganlarga qanaqa jazo berilishini bilmasa ham, hukm qattiq bo'lishini fahmlab turardi. Ammo Sora egachini battar xavotirga solgisi kelmaydi. Yo'q, men o'zim yuboryapman, deydi Ma'suma. Shular nomimizni oqlab berishsin. Xudo xohlasa, tezda g'alaba qozonib qaytib kelishadi. Ana o'shanda katta to'ylar qilamiz. Sora egachi xayoli parishon uni kuzatib qoladi. Ma'suma uyga kelib turshaklarni sichqon kemirib ketmasin deb sandiqqa solib, yana ko'chaga chiqadi. Ko'cha boshidan sut olib keladi. Xamir qorib kichkina shirin kulchalar yopadi. Surp xaltalarga kerakli narsalarni soladi. Rossiyaga ketishsa, u yoqda sovuqda qiynalishmasmikin deb o'ylaydi. So'ng harbiyda o'zi kiyim bosh beradi-ku, bularni baribir tashlab yuborishadi deb qishki kiyimlarni qaytib olib qo'yadi. Yeguliklarni saranjomlab, har birini alohida o'rab chirmab, safar xaltalariga solib, yana uxlamasdan bolalarning boshida o'tirib chiqadi. Tong yorishar-yorishmas ularni uyg'otadi. Ona bolalar birga nonushta qilishadi. Shundan so'ng Ma'suma ularni bag'riga bosib, bir-bir o'padi. Bunga ham ko'ngli to'lmay ikkovini birdan quchoqlaydi. O'zingizni ehtiyot qiling, deydi. Mening sizlardan boshqa hech kimim yo'q. Ikkovingiz ham yuzingiz yorug' bo'lib, shon sharafga ko'milib, onangizning bag'riga qaytib keling. Shunga so'z bering. So'z beramiz oyijon, deydi Botirxon do'rillab. So'z beramiz oyijon, deydi Shavkatxon rasta ovoz bilan. Ularni boshlab vokzalga yetib kelishadi. Odam mo'l, yig'i-sig'i avjida. To'n, do'ppi kiygan kishilar xomush turadilar. Xotin xalaj olomonga qaramay dod solib, urushni qarg'aydi. Bir xotin, "Yo'q, bolajonimni yubormayman", deb hushidan ketadi. Urushga ketuvchilarning aksariyati 18-20 yashar bo'z yigitlar. Orasida gohida kattaroqlari ham ko'rinadi. Oilali, oilasiz demasdan yoppasiga chaqiruv kelgan. Bo'lg'usi askarlar qator tizilib, javdirab turadilar. Surnay chalinib, xayr-xo'sh avjiga chiqadi. Yigitlar poyezdga chiqa boshlaydilar. Yig'i-sig'i, qiy-chuv yana avj oladi. Xuddi qiyomat qoyim bo'lganga o'xshaydi. Vokzal ravog'i ostida harbiy orkestr yig'ilibdi. Sovuqda burni qizargan harbiylar gumburlatib qo'shiq boshlab yuboradilar. Safar vaqti keldi, xatarli. Olis yo'lga nazar tashlayman. Seni yodlab vidolashmoqqa kumush qanotimni rostlayman. Taqdir mayli otsin olisga, yetib borsin faryodu zorim, men yashagan toza qalbingga hech kim sani kiritma yorim. Poyezd qichqirib, voshillab, bug' chiqarib, sekinlik bilan joyidan qo'zg'aladi. Ketuvchilar eshik derazalardan bosh chiqarib qo'l silkishadi. Xotinlar bolalarining diydoriga to'yib olish uchun poyezd bilan baravar chopib borishadi. Birining ro'moli uchib ketgan, birining kalishi tushib qolgan, biri yalangoyoq. Shu tariqa poyezd tezlasha, nihoyat so'nggi vagon ham vokzaldan uzoqlashadi. Harbiylar tarqalinglar deb kishilarni tarqatib yurishadi. To'p-to'p kelgan odamlar bir-biriga tasalli berib tarqala boshlaydilar. Ma'suma bir o'zi serrayib turadi.
Endi qayoqqa borsin? Taraddudlanib teatrga jo'naydi. Vokzaldan chiqib, Balturovskiy ko'chasidan o'ngga burilib, Kuybishev ko'chasidagi daraxtlar ostidan Karl Marks xiyoboniga yetib boradi. U yerdan tramvayga o'tirib, eski jovaga, teatrga keladi. Teatrga kiraverishda 5-6 kishi bir nimalarni so'zlashib turadilar. Ma'suma tez-tez yurib borib, ular qatoriga qo'shiladi. Orada Miskevich ham bo'ladi. Ma'suma Miskevichga qarab, "O'g'illarimni frontga jo'natib kelyapman", deydi mag'rur ovozda. "Fashistlarga qarshi fidokorona kurashib, nomimizni oqlab kelishsin deb jo'natdim. Xalq dushmani emasligimizni, hukumat uchun jonimizni ham berishga tayyorligimizni ko'rsatish uchun yuborib kelyapman." Bularni aytar ekan, hamma uni yig'lab yuborsa kerak deb o'ylaydi. Biroq Ma'suma yig'lamaydi. Miskevich jiddiy tortib Ma'sumaning yoniga kelib, ko'zlariga qaraydi. Shunda Ma'suma bu odamning nigohi avvalgidek emasligini ko'radi. Miskevichning ko'zlari to'satdan mehr kasb eta boshlaydi. Boshini sarak-sarak qilib, achingandek bo'lib, "Haqiqiy fidokor ona, haqqoniy vatanparvar ona", deb xitob qilib, qarsak chalib yuboradi. Boshqalar ham bu qarsakka qo'shilishib, uni olqishlaydilar. Ma'suma ro'molini bo'yniga tushirib, uchi bilan manglayidagi, yuzidagi terlarni artadi. Shunda kishilar uning sochlari oqarib ketganini, ozib-to'zib peshonasida, yuz-ko'zlarida chuqur ajinlar paydo bo'lganini payqab qolishadi. Nafaqat buni, balki ustidagi libosi eski ekanini, yuvilaverib rangi o'ngib ketganini, shu eskirgan libosga va ayni o'zi ham mos ekanini ko'rishadi. "Uyimga boray desam, endi u yerda hech kim yo'q", deydi Ma'suma. "Menga ruxsat bersangiz, teatrda qolib, bir burchakda yotib bo'lsa ham ishga yarasam." Shunda yosh aktrisalardan Zaynab degan qizgina ko'zlari yoshga to'lib, "Biznikiga borib turavering, Ma'suma opajon", deydi o'zini tuta olmay, yelkalari titrab-titrab. Boshqalar churq etishmaydi. Qosh qoray boshlagani uchun teatrdagilar bilan xayrlashib, tramvayga o'tirib uyiga qaytadi. Ilonisi yo'llardan yuqoriga ko'tarilib borayotsa, yo'lda Mahsum pochaga yo'liqadi. Mahsum pocha to'xtab, u bilan quyuq salomlashib, "Eshitdim, Bodring bilan Shavkatingni frontga jo'natibsan", deydi. "Xudo xohlasa, sog'-omon, qahramon bo'lib qaytib kelishadi. Sen bizning uyga bahuzur kela ber. O'lmas kelinoying bilan dardlashib, yuragingni chigilini yozib tur. U bu kerak bo'lsa, tortinmasdan aytavergin, xo'pmi oycha qizim?" Ko'pdan buyon bu iliq so'zni eshitmagan Ma'sumaning yuragi qalqib ketadi. Pochaga bosh irg'ab uyiga kiradi. Uy hovullagan. Har burchagi uni qo'rqitadi, vahima uyg'otadi. Xontaxta ustidagi chiroqni yoqadi. Bu yog'du ozday tuyuladi. Javonni ochib, sham o'ramini oladi. Bir nechtasini yondirib, tokchalarga qo'yib chiqqach, uy shamning sarg'ich yog'dusiga to'ladi. Shu asnoda ko'cha eshikdan birov chaqiradi. Chiqib qarasa, Sora egachining kichik o'g'li. Qo'lida yo'l-yo'lchitga o'ralgan bir nima. "Oyim bervordilar", deydi o'spirin. "Voy, nima bervordilar?" deb o'ramni ochib qarasa, 2 non bilan bir kosa osh kichiri ekan. "Oyingga salom aytgin, kira qol bolam." Bola o'ng'aysizlanib rahmat aytib qaytib ketgach, eshikning zulfinini mahkamlab xonaga qaytadi. Bir tarafiga cho'nqayib o'tiradi. Oldida kosada muzday mosh kichiri, unga qo'li o'rgisi ham kelmaydi. Shu alfozda xayollari har yoqqa chuvalanadi. Tavba, qisqa muddat ichida nimalar bo'ldi o'zi? Xuddi osmon shiddat bilan aylanib, davr o'z yukini o'zgartirib, qismat po'rtanalari ustma-ust bostirib kelgandek, o'zini o'nglaguncha bo'lmay, boshqa bir girdobga duch kelgandek. Ne kishilar qamoqqa olinib, dom-daraksiz ketishdi yoki o'limga hukm qilindi. Bu uyda davrani to'ldirganlarning ko'pi xoin bo'lib chiqdi.
Ularni aytay desa, o'zining yaqinlari-chi? Ular bilan qorong'i vatanga ziyo tarqatamiz deb yonib kuygan boshqalarchi? Bir yilning nari-berisida xazon bo'lib ketgan qanchadan qancha kishilarning ovozlari, kulgilari eshitilgandek bo'ladi. Yo'q, ularni eslamasligim kerak, deydi bosh chayqab. Bir zamoni tugadi. Go'yo sandiq qopqog'i mahkamlab yopilganidek, xotira sandig'i ham yopilishi kerak. Uni daryoga oqizish kerak, toki olis-olislarga qaytmas bo'lib oqib ketsin. Unutilsin, sira eslanmasin. Bir nuqtaga qarab uzoq o'tirib, so'ng ko'zi aylanadi.